Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz VMC volontyorlik paytidan ro'yxatdan o'tish ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan narsa Safari, Google yoki Chrome ilovasi. Kiramiz. Agar o'zingizlarning kompyuterlar bo'lsa, kompyuterdan kirgani anchalar qulayroq, ekran kattaligi bo'lgani uchun qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, poiskga biz VMC deb yozamiz, lotinchalab. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu VMC deb yozasizlar. Keyin xuddi shunaqa poiskga berasizlar. Hop, poistda chiqqan birinchi saytga kiramiz. Mana shu birinchi turgan saytga meta knopkani bosib o'tirmaysizlar yoki pastdagi mana boshqacha saytlarga kirib o'tirmanglar. Birinchi chiqqan saytni o'ziga bosasizlar. Hop, ketdi. Bu yerda har xil karsada yozuvlar chiqib keladi. Hamma ham kars tilini bilmasligi mumkin. O'z bilish ham shart emas, o'qishni bilsanglar yetadi. Hop, bu yerda nima qilamiz biz? Hop, tepada turgan mana bu yerda odamchaning rasmi turibdi. Odamchaning nomida login degan yozuv turibdi. Login yozdi, mana yerda Huawei Kayib degan yozuv turibdi. Xuddi shu Huawei Kayib ustiga bosamiz. Mana xuddi shu knopkani. Sizlarda birinchi bo'lib ekranda reklama chiqib keladi. U reklamani o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Menda o'sha saytga kirganligim uchun menda reklama chiqmayapti. Hop, mana shu Huawei Kayib ustiga bosamiz. Ketdi, bizda shunaqa ekran chiqib keladi. Ekranda bu yerda mana yashil knopkadagi bularni bosib o'tirmaysizlar, mana pastdagi qizillarni. Bizga kerakli bo'ladigan narsa mana bu yerdagi Huawei Kayib Hage degan knopkani bosamiz. Mana mishka bilan ko'rsatib turibman. Mana shu yerdan ustiga bosamiz. Hop, bosganimizdan keyin shu ekran chiqib keladi. Bu yerga biz eng pastga tushamiz. Mana shu chiqib kelgan oynadan keyin eng pastga tushamiz. Bu yerda mana yozuv topamiz. Modern Pilsu Ion Yagwane Tongi Hamnida. Hamma shartlarga roziman degan rozilik berasizlar. Bu yerda birma-bir o'qib chiqishinglar mumkin. Xohlasanglar, agar karsini bilsanglar, yo atak shart emas desanglar, bittada hammasini belgilab olsanglar bo'ladi. Roziman degan. Mana shu yerda bossanglar, hammasiga птичка berib chiqadi. Xo'p, keyingisi meta knopkani bosamiz. Tangi degan. Hop, bu yerda Chumin Tinlok Bono deyilgan. Ya'ni ERC kartalarni, koreyskiy kartalarni ma'lumotlarni kiritasizlar. Koreyskiy ID kartalar bor-ku, o'shani bir ikkita ma'lumotlarni aytasizlar. Hop, birinchisiga Songmyon deyilibdi. Songmyon degani ism familiyalar. ID kartada ism familiya qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunda shu qatorga to'ldirasizlar. Hammasini katta harfda yozishinglar kerak. Hop, biz ham to'ldirib chiqamiz. Hop, ikkinchi qatorda Chumin Tinlok Bono. Bu ham ID kartalarda xuddi shu raqamlar bor. 12 ta raqam, adashmasam, 12 ta raqam bor. O'shani buni ham yozasizlar. Hop, ketdi. Keyin pastda Puan Munja Imrok debdi. Bu yerda mana tepada turgan hammada har xil raqam chiqadi. Mana shu tepada turgan raqamni kiritasizlar. Siz robot emasligi uchun, tasdiqlash uchun. Hop, ketdik. Endi bu yerdan yana pastga tushib turib, mana bu yerda Tangi degan bosamiz. Hop. Birinchi anaqani tasdiqlating deyapti ekan. Bu yerda Chumin Tinlok Bononi inching qilamiz ekan, ya'ni tekshirtiramiz ekan, to'g'ri yoki noto'g'riligini informatsiyalarni. Hop, to'g'ri noto'g'riligi mana ekranda shunaqa belgi chiqib keladi. Shu anaqangiz hozir tekshirilyapti. Shunga o'xshagan ma'lumotlar chiqib keladi. Bu shart emas, mana shunda OK yoki close degan ekran chiqib kelsa, mana shuni bosasizlar. Hop, bosib turib, mana shunaqa ekran chiqib keladi. Mana shu ekranda yana xuddi shu Tangini bosasizlar. Ya'ni keyingi darajami, shunga o'xshagan narsa. Bu yerda o'zingizlarni polniy ma'lumotlar chiqib keladi. Hop, keyin bu yerda o'zingizlar ma'lumotlar chiqib kelgandan keyin, tug'ilgan yil, oila chiqib kelgandan keyin pastida mana xuddi shu yerda turgan ID degan yozuv chiqib keladi. ID degan yozuv oldiga mana pastda ham aytilgan 4 ta harfdan boshlab 16 ta belgigacha yozishlar mumkin. O'zingizlar uchun maxsus ID yaratasizlar yoki nickname ham bo'ladi, oddiy qilib tushuntirganda. Telegramda nickname bo'ladi yoki Instagramdagi nickname'lar. Xuddi shunaqa o'zingizlar uchun yaratasizlar. Kichkina harfda bo'lish kerak. Katta harflar qabul qilmaydigan, yozib ko'rdim. Sizlar ham xohlagancha nickname yozib turib, yozib bo'lganlardan keyin yoniga
ID Chungbok Hwagin, ya'ni siz yozgan ID bo'shmi, boshqa odam xuddi shunaqa yozmaganmi tekshirish uchun yonidagi knopkani bosib ko'rasizlar. Yonidagi knopkani bosganlarda bu yerga sayon kaninhan ID inglida, ya'ni foydalanish uchun bo'sh ID deb chiqib keladi. Shunaqa ma'lumot chiqib keladi. Tagida ko'k ma'lumot chiqib keladi. Agar menimcha sizlar yozgan IDda kimdir уже oldin ishlatayotgan bo'lsa, adashmasam pastida qizil sayon kanin haji anonimida deb chiqib keladi. Shuning uchun xuddi shunaqa ko'k yozuv chiqib kelishi kerak pastda. Hop, keyingisi Pemilbono debdi, ya'ni parol qo'yish kerak ekan. Parolni o'zingizlar xohlagancha qo'yib ko'rasizlar. Qani biz ham kiritamiz unda. Hop, parolni kiritdik biz. Agar parolinglar yetarli darajada xavfsiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda cho'k hub deb chiqib keladi. Ya'ni strelka bilan yashilda chiqib keladi. Agar IDlar sust bo'ladigan bo'lsa, qizilda X bo'lib chiqib keladi. Hop, keyingisi. Yana Pemilbono Hwagin debdi. Ya'ni parollarni yana boshqatdan kiritasizlar. Tepada yozgan parollarni yana boshqatdan kiritasizlar. Keyingisi uy manzilinglarni kiritishlar kerak bu yerga. Biz ham hamma o'zini uy manzilini kiritadi. Bu yerda Upionbono chatki o'zinglarni pochta raqaminglarni kiritasizlar. Uylardagi pochta raqamini qanday olaman deydigan bo'lsanglar, masalan, uylarga любой bitta tekpe zakaz qilingan bo'lsa, o'sha tekpeni ustiga varaqaga qarab ko'radigan bo'lsanglar, o'shda mana shu yozilgan bo'ladi. Upionbono chatki. Yo'q, chatki emas, o'sha raqam yozilgan bo'ladi. 5 xonali raqam bo'ladi. O'shani kiritib turib, o'z manzilinglarni topishinglar kerak. Biz ham o'zimizga topib kiritamiz. Hop, uylar manzilni kiritgandan keyin ya'ni telefon raqamini kiritasizlar. Yo'lakcho deb keladi. Yo'lakcho nomida telefon raqamini kiritasizlar. Hop, telefon raqamini kiritgandan keyin mana pastdagi knopkani yoqib qo'yasizlar. Hop, bu yerga keyin emaillarni kiritsanglar bo'ladi. Hamma o'zining emailini kiritadi. Hop, bu yerdan biz Gmail topamiz. Gmail topolmayapman. Gmailda metkasi bo'ladi. Hop, pastga mana metga ham bitishga bosib qo'yamiz emaildagi. Keyin mana yerda Sosok Sento nima deb Chadong Kengshin Chungji degan mana shuni oldiga bitta bitishga qo'yib qo'yamiz. Hop, bu yerda ham keyin pastga tushib turib, mana bu yerdagi 1365 degan yondagi ham bitishga qo'yib qo'yamiz. Bu yerga hammasini tepadagi ma'lumotlarni hammasini kiritgandan keyin, hop, kiritgandan keyin bu yerga Hwaldong Myong deb yozibdi. Hwaldong Myongga yo'q, bu yerda birinchi ikkinchisini tanlab olamiz. Ikkinchisini tanlab olib turib, bu yerga o'sha yerda har xil menyular chiqib keladi. Bu yerga bizga bu yerda Chiyok Sahve Pongsa, ya'ni yon atrofdagi volontyorliklar qilsa bo'ladi. Hwaldong, ya'ni odam anaqasi, bu yerga bitta deb yozsanglar bo'ladi. Pongsa Hui Mang Chiyok, ya'ni manzil tanlaysizlar. Qaysi manzilda volontyorlik qilmoqchisizlar, o'zinglarni bu yerga manzillarni kiritasizlar. Seul tarafdami, Inchondami, Kyonggi-do tarafdami kiritasizlar. Keyin bu yerga Chugi Kubun degan chiqib keladi. Bu yerga mana shu Chonggi deganni bosasizlar, mana shu bitishga belgilab qo'yasizlar. Keyin bu yerga ya'ni qancha muddatda qanaqa qilmoqchisizlar, volontyorlik qilmoqchisizlar, oyda birmi, yilda birmi, haftada 1-2 martami, o'shani qilsanglar bo'ladi. Masalan, men har hafta deb yozib qo'yganman. Har haftani masalan shanbasiga kiritib qo'ysanglar bo'laveradi. Hop,
bularni hammasini kiritgandan keyin bu yerda tangaga kiramiz yana. Hop, bu yerda ya'ni hayvon kayib vanryotiyosimnida, ya'ni vanryotiyosimnida degani bo'ldi, o'sha registratsiya 30 degani. Hop, 30 degandan keyin endi qiladigan narsamiz mana xuddi shu ekran chiqib keladi. Bu yerda shu yerda login degan yozuv turibdi. Mana xuddi shu login degan yozuv ustiga bosamiz. Hop, mana shu ekran chiqib keladi. Endi bu yerga kiritgan o'zimiz IDlarni kiritdik va parollarni kiritdik, o'zimiz yaratdik. O'sha narsani endi hozir shu yerga kiritamiz. Bu yerga xuddi o'shanaqa qilib yon tomonda ko'rsatgan raqam yoki harf yozib qo'yamiz. Hop, bu yerda keyin login yozib bosamiz. Login deganda mana o'sha login bo'ldi, o'sha kirdi o'sha. Sizlar ham xuddi shunaqa kirish kerak. Bo'ldi, kirganlardan keyin pastga chiqib keladi. Mana shu tepada shot raqam ketadi. 30 minutgacha turadi degan loginlar. 30 minutdan keyin avtomatik chiqib ketadi degani. Bo'ldi, registratsiyadan o'tdik. Bu yerda yana log out qilib chiqib ketaveradi. Main page asosiy. Bu yerda har xil masalan punktsa shinchon qilsalar bo'ladi. Yon atroflardagi mana shu yerda xuddi kiritib turib, atrof kiritasizlarda qayerda volontyorlik qilmoqchisizlar. O'sha volontyorliklarni tanlab turib, shu yerda bemalol tanlab turib volontyorlik ishlarini qilsalar bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarga volontyorlik nima uchun kerak? Volontyorlik masalan F viza olayotganlar uchun rosa foydasi bor. Shunaqa eshitganman. Ya'ni qo'shimcha soat beriladi, qo'shimcha ballar beriladi agar volontyorlik qilsanglar. Foydasi ko'p. Odam o'ziga ham yaxshi, har xil muhitlar ko'radi, koreyslar bilan gaplashadi. Koreys tilini bilmasangiz, koreyslar bilan muloqot qilishga harakat qilasiz. Plyuslari ko'p. Video sizlarga foydali bo'lgan degan umiddaman. Agar birorta savolinglar yoki nimadir tug'ilib qoladigan bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.